dual sim kartali 24 ultrani men sizga bugun $670 evaziga taklif etaman. Ikkita sim kartali a'lo holat. Salafan yangida 8 A35 5G A+ segmenti yangida $710 evaziga 12256 E24 Ultra Dubai variant. Bunaqasi butun Esengi davlatlarda yo'q. A+ aynan bu narxda ishoning $510 ga. E23 155 ga olingan A- a'lo holatda $520 ga noyob narxda 23. A'lo sostenida dual sim kartali 22 ultrani $415 qilib beraman. Dual sim karta. Ta'kidlab o'taman. A- segmentda $185 ga E20. A'lo holatda 12256lik $170 ga Note 10. A+ segmentda $139 ga E10e. Holat a'lo, narx arzon, sifat yuqori. $47 ga mayli chegirma narxda siz azizlar uchun A50 dual sim karta 64. Holat a'lo. Bu X7 A+ 6 ga 128 talik, narxi $50. $45 ga oddiy va a'lo holatdagi yaxshi Redmi 9A.